Ertaga 2026-yil 14 yanvar kuni RTV kanalida O'zbek seriali Marjonaning kutib olingan 43 qismi chiqadi va rostini aytsam, yuragim odatdagidan tezroq urmoqda. Bu serial allaqachon oddiy tomosha emas, balki chinakam ruhiy sayohatga aylandi. Har bir detal jonni og'ziga tortadi. Syujet yanada kuchayib bormoqda. Marjona hayotidagi eng og'ir tanlov oldida turibdi. 60 eshikni taqillatib, haqiqiy tuygular esa eng qattiq sinovdan o'tmoqda. Bu qismda bizni his-tuyg'ular portlashi kutmoqda. Ko'z yoshlari, iqrorlar, kutilmagan burilishlar va o'sha nigohlar, ular ichingizni ag'darib yuboradi. Rejissyor taranglikni ajoyib ushlab turadi. Aktyorlar shunday samimiy o'ynaydilarki, bu faqat serial ekanligini unutib qo'yasiz. Ayniqsa ikkinchi darajali voqealar rivojlanishi quvontiradi. Boshidanoq hayajonda ushlab turgan sirlar nihoyat ochilmoqda. Marjona. Bu oddiy melodramadan ko'ra ko'proq, bu bizning qalbimiz ko'zgusi, unda sevgi, xiyonat, kuch va zaiflik bir go'zal, ammo og'riqli naqshga aylanadi. Ro'molcha va qaynoq choy tayyorlang, bu qism hech kimni befarq qoldirmaydi. Birga tomosha qilamiz va keyin muhokama qilamiz.